Assalomu alaykum. Bizda mavzumiz SDG 12 mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish. Maqsadi jamiyat va tashkilotlarni resurslardan samarali foydalanishga, chiqindilarni kamaytirishga hamda ekologik xavfsiz ishlab chiqarish tizimlariga o'tishga chorlaydi. Bunga xalqaro iqtisodiy statistik ma'lumotlar asosida milliy ma'lumot 2024-25 yillar holatini keltirib o'tadigan bo'lsak, oziq-ovqat isrofi va iqlimga ta'siri. Dunyoda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqatning 20% qismi isrof qilinadi. Bu jarayon global issiqxona gazlari chiqishining 8-10% tashkil etadi. SDG 12.3 maqsadi 2030 yilgacha oziq-ovqat chiqindilarini yarmiga kamaytirish hisoblanadi. Dunyo miqyosidagi holatga keladigan bo'lsak, bugungi kunda dunyoda har yili 2 milliard tonnadan ortiq chiqindi hosil bo'ladi. Bundan katta qismi qayta ishlanmaydi. 2050-yilga borib, agar hozirgi tendensiya davom etsa, resurslardan foydalanish 70% ga oshadi. Shuning uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining barcha mamlakatlardagi barqaror ishlab chiqarish zanjirini yaratish, ya'ni ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan muvozanatli tizim o'rnatishni tavsiya qiladi. Asosiy maqsad va vazifalarga keladigan bo'lsak, birinchisi resurslardan samarali foydalanish. Ikkinchisi chiqindilarni kamaytirish. Uchinchisi atrof muhitga ta'sirini kamaytirish. To'rtinchisi mas'uliyatli iste'mol madaniyatini shakllantirish. Beshinchisi korporativ barqarorlik. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtaladigan bo'lsak, yashil iqtisodiyot strategiyasi 2030 yilgacha, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish, ekologik sertifikat tizimini kengaytirish, yashil makon loyihasi, aholi orasida ekologik savodxonlik oshirish dasturlari amal qiladi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bu borada chiqindisiz ishlab chiqarish, qayta ishlash, barqaror xarid va nol chiqindi strategiyalarini muvaffaqiyatli tatbiq etmoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining barcha kampuslarida quyosh panellari, energiya tejamkor, harakatni sezuvchi chiroqlar o'rnatilgan. Toshkent davlat iqtisodiyoti universiteti binolarida jami 11 milliard 200 million so'mlik 1020 kilovatt-soat quvvat quyosh panelini o'rnatilgan. Hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyatiga 54 ming kilovatt-soat 19,4 million so'mlik elektr energiyasi sotildi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tomonidan Plastic Free Challenge tashabbusining bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgani ekologik ongni yuksaltirish, chiqindilarni kamaytirish va barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishishga xizmat qilmoqda. Universitet ushbu yo'nalishda o'z sadoqatini amaliy harakatlar orqali namoyon etmoqda. Asosiy tashabbuslar: birinchisi plastiksiz kampus tashabbusi. Talabalar shaharchasida bir martalik plastmassa mahsulotlardan foydalanishni qisqartirish. Keyingisi qayta ishlanadigan alternativalarga o'tish. Ikkinchisi raqamli transformatsiya, no paper, ya'ni siyosat doirasida ta'lim va hujjat yuritish to'liq raqamlashtirilgan. Qog'oz sarfini kamaytirish orqali chiqindilarni minimallashtirish. Uchinchisi chiqindilarni qayta ishlash tizimi. Eco-modern servis va Global Technomed mas'uliyat cheklangan jamiyatlar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Keyingisi Single Stream Recycling tizimi joriy qilingan. Barcha chiqindilar bir konteynerda yig'iladi. To'rtinchisi talabalar ishtiroki. Bunda o'sha talabalar ekologik aksiyalar, musobaqalar va loyihalarda faol qatnashmoqda. Keyingisi eko stipendiyalar orqali
barqarorlikka hissa qo'shganlar rag'batlantirilmoqda.